Assalomu alaykum. Barchangizga xayrli kun. Men Xayrullayeva Zebnison Nig'matovna Registon xususiy maktabida ustozlik lavozimida o'z faoliyatimni olib boraman. Biz qizimiz Hamida Bonuni Registon Preschool bog'chasiga berganmiz. Nimaga aynan Registon bog'chasi? Chunki bu yerdagi sharoitlar oliy darajada deb o'ylayman. Har kun uyga kelganda qizimiz nimalarni bog'chada kun davomida o'rganganini ko'rsatib, aytib beradilar. Gimnastikadan, nimalar yangi o'rgangan mashg'ulotlarda, ponida qanday minganlarini, ingliz tili fanidan ham yangi so'z va iboralarni aytib, o'rganganlarini ko'rsatib beradilar. Biz juda xursand bo'lamiz. Boshida men ham hamma ota-ona kabi xavotirlangandim. Qanday o'rganib ketarkin farzandim, moslasha olarmikin deb. Lekin hozir xavotirga hech ham o'rin yo'q. Chunki men bilaman farzandim yaxshi insonlarning qo'lida, ustozlarini, bog'cha opalarini o'z onasidek yaxshi ko'radi. Bog'chasi o'zini ikkinchi uyidek bo'lib qolgan. Har kun ertalab yana bog'chaga boramizmi ayajon, olib borasizmi deb so'raydilar qizimiz. Bizni bog'chamizda har oy farzandimiz nimalarni o'rganganini utrенникlarida ko'ramiz. Bundan tashqari ota-onalar uchun onalar akademiyasi bo'lib o'tdi. Buvijonlar akademiyasi bo'ldi. Har bir tadbirda momosi, buvijonlari ham kelib, faxriy yorliqlar olib ketishdi. Biz albatta qizimiz shunday sharoitlarda o'sib, o'rganib, ulg'ayotganidan juda xursandmiz. Farg'onadagi har bir bolajonda shunday sharoitlarda ulg'ayishini tilab qolaman. Shu fursatdan foydalanib, Registon bog'chasining har bir xodimiga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman.